qo'yni birinchi boshlayotganda doktor bilan maslahat qilsin. Doktor bilan maslahat qilib ish boshlasin. Men qo'zi olib kelaman, masalan, hozirgi kunda qo'zi olib kelaman, menga bir qator lecheniya yozib bering, yo bo'lmasa o'zingiz kelib qilib bering deb turib, bir qator tozalov kursini olib borsin. Olib bormasa, to'g'risi bo'lmaydi. Bir qator tozalab olsin. Mana qo'zilar kelyapti. Jicha qoribga degan kasal bilan keladi-da ko'pi. Nima uchun? Kun jicha isib ketganda qo'y yerda nafas olib ketadi. E'tibor bersangiz, dalalarda, changda, yerga kallasini egib. U yerdan chiqayotgan infeksiya, etdagi nimalar burundan o'tib, shilliq pardalaridan shamollatib, o'sha yara bo'lib, keyin o'pkaga o'tishni boshlanadi. Har bitta kasalda 3 ta etapi bor. Burun sohasi, kekirdik, keyin o'pkaga o'tib ketib qoladi. O'sha holatlarda olib davolab olish kerak. Burun sohasida masalan shamollab burni oqayotgan bo'lsa, yotli suvlarni qilib, burunlarini haligi lorga ham borsangiz yuvadi-ku. Shuna qilib o'zingiz qo'ydi, chorvani yuvib, tozalab olsangiz bo'ladi infeksiyalarni. Eng zo'ri, men hamma ishda antibiotik.